Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikada bugun kim bilan gaplashmang moliyaviy yetishmovchilikdan noliydi. Lekin qimmat mahsulotlar, ayniqsa toza oziq-ovqatga talab oshib bormoqda. Odamlar bu masalada o'zini siqmaydi. Yaqinda taomlar ko'rgazmasida bo'ldik. Mavritaniyaning milliy taomlaridan mayda qisqichbaqa solingan, ziravor, loviya va ozgina kalmar qo'shib dasturxonga tortamiz. Tansiq taomlar ko'rgazmasida 180 ming mahsulot bo'lsa, hammasi mazaliki ta'mi og'zingda qoladi. O'tgan oy boshida Washingtonda dabdabasi jihatidan butun Shimoliy Amerikada tengi yo'q taomlar ko'rgazmasi tashkil etilib, unda 81 davlatdan savdogar qatnashdi. Xaridorni topishning eng samarali, tejamkor yo'li bu. Odamlar kelib, shokoladlarimni totadi, ko'rib hidlashi mumkin. Menga qulay, tovarlarimni yelkamga ortib, xaridor qidirib yurmayman, o'zlari keladi. O'tgan yili amerikaliklar bunaqangi mahsulotga 90 milliard dollar sarflagan. Bu haqda Tansiq taomlar milliy uyushmasi matbuot kotibi Louis Kramer gapiradi. Ular qimmat BMW avtomobilni sotib olmas balki, lekin mazali shokoladdan xarid qilib, albatta o'zini xursand qiladi. Bundan tashqari odamlar ko'p ham ko'chada ovqatlanmaydi hozir. Amerikaliklar bugun yegulikni tanlab og'ziga soladi va oilalar salomatligi haqida ko'proq qayg'uradi. Tansiq taomlar ko'rgazmasi 1950-yillardan beri an'ana va chet el mahsulotini Amerikada targ'ib qilishning eng yaxshi yo'llaridan. Gibiskus, ya'ni Xitoy atirgulidan qilingan qiyomimizga qiziqib qolishdi. Endi uzilgan gullardan pishiriladi bu murabbo. Rosa xaridori ko'p. Iqtisodchilarning aytishicha, Amerika iste'molchilari talabchan ekan, sifatli oziq-ovqat bozori yanada rivojlanishi muqarrar. Chris Simkins, Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi.